Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hovlisiga qanaqa rakvina qilsam ekan deb o'ylanib yurganlar uchun hozir sizlarga dizayn ko'rsatmoqchimiz. Rakvinamizda kafel bilan Angola bilek toshidan kombinatsiya bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana bu yoq tarafimizda skritni lyukimiz. Bitta bossak chiqib keladi. Mana ichlari ham baquvvat, mustahkam, ko'p yillar davomida xizmat qiladi. Mana bitta bosamiz, mana joyiga tushadi. Lyuk bor yo'qligi ham bilinmaydi. Bunga o'zingizlar bir davomgacha baho beringlar. Angola bilek toshidan bu yoq tarafida so'kil qilganmiz. Pollarini ham terib berganmiz. Keyin bu yoqda bo'lsa letniy kuxnya qilganmiz. 90 ga 180 kafel. Xitoy kafeli mana gullari ham ulanib ketgan, stiklari umuman bilinayotgani yo'q. Bu yoqda esa 120 ga 240 televizor orqasiga mana shunaqa dizayn qilib berganmiz. Toshli variant juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda o'sha rakvinaning endi kaminli peshi ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu ham shunaqa kombinatsiya bo'lgan. Xizmatimiz yoqqan bo'lsa, Kafel Master jamoasiga murojaat qilishinglar mumkin.